Ataga 1,5 million so'mga kir moshina topib qo'ydim. Avtomat Artel bo'ladi. Siz arzonroq, ro'zg'orroq kir moshinadan chiqaring degan obunachilar uchun mana sizlar uchun video qilib chiqaryapmiz, topib qo'ydim. Shuning uchun bittadan like bosib qo'yasizlar. Xo'p, aka bu necha kiloli? 6 kiloli, 6 kiloli. 165 voltda ham ishlaveradi. Aha. Qachinilar ovozi yo'q, zo'r holatda. Zo'r holat ishlaydi. Hamma yo'q o'ziniki. Xo'p, bunisi LG. Bu LG'ni ham 1,5 million qilib beraman. Bu ham 5 kiloli, pastochka ishlaveradi. Aha. Real holatda. Bularimiz bor. Bu 6 kiloli invertorligimizni buni 2 milliondan qilib beramiz. 2 million so'm bu. Va bunisini beramiz 2 million 300 ming qilib beramiz. Bu ham invertorlik, yangi tabloli, sensorli. Bu ham 6 kiloli. 6 kiloli bu. 6 kiloli, xo'p. Bu Samsung'imiz ham invertorli, 6 kiloli. Buni ham 2 million qilib beraveramiz. Ideal holatda. Hamma o'ziniki, uringan, to'da qatigan joylari yo'q. Hamma o'ziniki. 2 million so'm, 2 million qilib beramiz aka buni ham. Bunisi necha pul aka? Buni 2 million 300 sotamiz, buni ham 2 million qilib beraveramiz. 2 million so'm biz obunachilar uchun LG. Bu ham 6 kiloli. Garantiyalar beramiz aka, bexijolat. Pastda nomer telefon qilaverasiz. Undan tashqari bu yerda xolodilniklar ham bor. Xo'p, hozirgi turgan joyimiz Farg'ona, Pelikan eski bozor, chorshanba, shanba kuni bo'ladi. Xo'p, gaz plitalar ham bor ekan. Bu yerda qanaqa edi? Gaz plita necha pul aka? $100 qilib beramiz. $100. Buchi? Buni 800 ming qilib beramiz. 800 ming so'm. Mini xolodilnik. Pastda nomerga telefon qilaverasizlar.